Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Bugungi ishimiz xudo xolasa oxirigacha ko'rsalaring. Jentrani tomini qoraytiramiz. Xudo xolasa lidarini yopishtirib beramiz. Ko'rsatib lidarni o'tdi. 1 tiyinga qimmat lidar. Xudo xolasa mana buni qora laminat yopishtirib beramiz akalar. Buni bronye plyonкасы ham bor. Biz bunga hozir laminat yopishtirib beryapmiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar va like bosib ishdan chiqmasin akalar. Xudo xolasa sizlar uchun harakatdamiz. Keyin bitta qo'lingni ushlab turib, qo'lingda video olib. Bitta qo'lingda. Xo'p. Texnik nosozliklar uchun to'g'ri tushunasizlar deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. Xo'p, birinchi yaxshilab yuvib olganmiz. O'zi asli lyukni ochib olish kerak edi. Lyuk yaxshi ishlamasa ekan, endi bir narsa qilib yopishtirib olamiz o'zimiz og'aynimizga. Mashlarni bukkan eplaymiz. Xo'p, chekkalarni polni chiqarib olganmiz. Va polni chekka rezinka chekkalarni yuvib chiqqanmiz. Agar ustaki ukalar biladi, polni bunaqa joylarni ichlarini narsa tiqib turib yuvib, metlarni tozalaganmiz. Bu yerda rezinkasini olish muammo emas. Keyin yana germetika qilib qo'yilgandan keyin germetika qilib qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa ishlab boshlaymiz. Bitta hozir changini olib olamiz. Keyin ochaveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta tifalda suv isitib olamiz. Xo'sh. Xo'p. Ko'rinyaptimi? Yaxshi ko'rinyaptimi? Narigini ishlatarkanman. Nariga yaxshi kelamiz. Bo'ldi. Xo'p, xudo xolasa tomi kraska ekan. Endi urum-urumlar hal bor, atak. Glinalar borsalar ham bo'laveradi. Buni glinalar degan. Xo'p, o'zi men ancha unaqa darajada yuvmayapman. Bolalar o'zi yuvib tashlashgan. Polni. Polni kelguncha yubordilar endi. Rezinkani chekkalarni polni yuvishgan. Inshaalloh. Bitta yengil suv o'ryapmiz. Tag'dan chiqarib berdi. Mana shunday holatlar ham bo'ladi. Xo'p. Xo'p. Iloji boricha toza, pokiza ishxonada qilsalaring juda a'lo bo'ladi. Bukti, mabodo chang suvni ham bitta olib tashlab, suvni olib tashlaymiz. Xudo xolasa endi ochishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Shamponni 5 tacha ko'proq qo'shib olasizlar, yopishtirishga oson qilib. Xo'p. Ketdi. Ochdingmi? Xo'p. Yaxshilab shamponlab olamiz. Biri 50 ekan, o'zi uzuni 160, biri 70 kesib oldim, mabodo yetmay qolmasligi uchun. Xo'p. Oyog'ini shu. Qattiqroq shu olib, xotirjam. Mana. Adilografimiz ham ishlaydi, ham bizga yordam beradi. Mana. Bitta polni yaxshilab surib olamiz. Xo'p, endi Diyorbek ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Iloji boricha tashlab olamiz. Metimta tashlab. Bo'ldi. Aqot. Shuning uchun artinglar dedim, yaxshi artganlar anaqani. Xo'p. Hisobini olib olamiz. Qalay. Oldigacha tort. Mabodo. Orqasi qanchalik? Ket. Endi metina qo'yibdi. Antarab yaxshi. Bo'ldi, endi suvni olib issiq suvni. Xo'p, bunga bitta issiq suv ishlatamiz. Tifalda qaynatib olgan bo'lsalaring, juda yaxshi bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'ldi. Suvni ham berib yuborsang. Suvni berib tursang. Oyog'im sig'mayapti metiga. Kenza tapchigan yechib Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rinyaptimi? Mana, boshladik. Bron basmi laminat bo'lgan hisobiga buni sal boshqacharoq uramiz biz. Hamma har xil uradi.
Mana boshladik. Iloji boricha suvni yaxshiroq siqib chiqamiz. Mana. Mana shu joyiga hozir issiq suv ishlatamiz. Issiq suvda tap chekiyor. Mana shekilli ayam. Shunaqa bo'lyapti. Mana. Issiq suv nima foyda beradi? Ko'rib turibsizlar. Sekin. Ehtiyot bo'lib. Mana. Mana suvni yaxshiroq chiqarishimiz kerak. Hozir bitta nima qolgan? Ha, bo'lmaydi, nima bo'lmaydi ekan. Ehtiyot bo'lib tortamiz. Shtobini qo'ymaslik uchun, yetilib olmaslik uchun. Oddiy suv ham tayyorladi yo, shampun o'rniga. Tushundingmi? Mana. Oddiy spirt o'rniga. Xo'p. Xo'sh. Xohlasa. Mana, ko'ryaptimi? İşte yaxshiroq urib olamiz. Bunaqasini yo'qotamiz hozir. Mana. Bog'lan keyin to'g'rilasa bo'ladi. Ko'ryapsan? Xo'p, hozircha pashti bo'lib qoldi. Suv deb oddiy suv. Qalay chiqyapti. Italiyalardan ham o'zim bo'larkan artganki. Ha. Yaxshilab suvni mana. Ko'rasizmi? Yaxshilab suvni chiqarib olamiz mana. Aqqa berib yuboramiz ortiqcha suvlarni. Ya unga bekor qilsa. Ho, spirtli suv deyishi bo'ldi. Nima buni ko'rdi? Yo'qmidi? O'ta ham bor edi. Prosta oddiy suvda anaqasini ushlattirgan. Qachib ketdi, hayron bo'ldim. Mana. Nari pushsini olib berib bor. Hali, so'zra yangisini. Mana buni yaxshilab bir yo'l tortib qo'yapsizki, suv qolmasin deb. Tushunyapsan? To'g'ri, tushunyaptim. Odamlar ko'ryaptim. Yarki ko'ryaptim. Mana. Hech qayerda qolmasin-da mana. Suv qo'sh unga. Mana. Suv berib. Suv berib. To'g'ri. Hozir. Buni biron ishlatib o'rganganmi? O'n o'zi yaxshi. Xo'p, yaxshi. Endi qanday o'tamiz? Arda lezvan berib. Diyor. Lezvani berib bor. Orchasini kesib turamiz. Kesib etdi, to'g'rilab qo'yamiz. Xullas chizilib ketgani yetib boraveramiz. Keyin lattani ham berib yuborsan, haligi biron ustidan aql ekanimiz. Ana xudo xolasa
bu tomondan kesdi, чтобы mana mabodo buksa unaqa bo'lmasdi. Sog' bo'l diyor. Bunaqani berib tur, suvni berib tur. Temay tur, yetilib ketadi qattiq anaqa qilsang. Ko'ryaptimi? Mana. Buyog'ini ham to'g'rilaymiz, qolgan joylarni ham aqotamiz endi, xudo xolasa. Xo'p. Mo'la olib qo'ygin endi, ustida turib buni turmasin, diyor. Qirmaydi o'zi-yu baribir. Xo'p, endi ushlab buni olib berasan hozir deb tur. Ha, ko'tar og'dana. Sekin ehtiyot bo'l, qattiq unaqa olma. Bo'ladi. Bo'ladi. Oyog'imni yechib olaman shekilli. Ha, bo'ldi ana endi. Men o'ynashmayapman deyman. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Mana, ko'ryapsizmi? Ehtiyot bo'lib, yaxshilab bitta chiqarganda bir yo'li. Mana, yaxshilab chiqaryapman, ko'ryapsizmi? Diyor, Bobur. Mana. Bunu şuraya. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle düşer dur. Su da verin diyor. İçesi. Böyle. Ha. Yaxshiroq separgansan, to'xta. Uchicha qiynayapti. Shampunchicha kam qilib deysiz-ku. Sep. Sepdingmi? Bo'ldi, endi to'xta. Endi naqani ber. Endi suvni ber, issiq suvni. Neyroq tursang, qattiq tortma, tushundingmi? Bronga o'xshatib tur. Qattiq tortma. Mayog'i ham bunaqasi kelyapti. Ha, ana ko'rdingmi? Qo'lingga hech nima qilmaydi. Bilasan. Le, oyog'imga tushdi, ho'l qilding-da, diyor. Bo'ldi. Mayli endi bo'lar ish bo'ldi. Просто hammasiga qo'yish yo'q-da, bila. Aytib bitta issiq suv quyib yuboramiz keyin. O'xshayaptimi? O'tiga pichoq qo'y endi. O'tiga qo'ysang mana. Bo'ldi. Yo. Chayga suv qo'ysa? Chayga suv sepdi. Bo'ldi. Suv mikrofonni pichoq qo'yib yubordik. Shu o'zing, o'ziga, tushundingmi? Bo'ldi. Tepasiga ham sepib qo'y.
Mashetga qo'yma deyapman javob-ku. Has. Ne tushadi oladi? Separ eshik. Bu. Yo, to'xta. Yana bitta metrog'iga ham qara. Hozir nima qilib qoldi? Mana ko'rdingmi? Mana-ku, mana yo'qotib yuborsa bo'ladi metni bemalol. Sepmaslik quyda. Ehtiyot bo'l, lab o'ylab hushyor bo'lasan. Bo'ldi. Mana. Endi suvni berib turdim, suvga sepib yuborib, bitta suvni chiqarib yuboraman. Hozir, mana. Buni men yoqdan bitta bunga berib turib, kattaroqqa kesaverasan. Kesib turib, mana. Buni vaqt olib boryapmanki. Xo'p, mana akalar, videoda oson gapirish, nima deydi, 1 minutlik Instagramda nima qildi dedi. Buni o'ziga yarasha mana asabilarliklari bor. Bitta mashinani bitkizgunimizgacha nechta muammolar bo'ladi. Mashinaga bo'lmaydi bizda misol. Oson emas. Videoda oson tuyulgani bilan hayotda oson emas. Buni javobgarligi ham bor. Lekin Xudo xolasa mana, inshaalloh ehtiyot qilib qilyapmiz. Uni fellasa ham bo'ladi. Fellaganda mana shu holati yaxshi mana. Ko'rib turganlarni ancha o'zgardi. Baqib o'tirdi-yu. Mana metiga sal berib yuboramiz. Mana Xudo xolasa mana bitta lyuk bor. Shuning uchun unaqa qilmayapmiz. Yaxshi. Yaxshi, qizib olamizda. Oson emas. Вот и там. Yaptır. Şurada kan, orada şu. Koyma tıraş ediyor pasan gidiyor. Ne orada geliyor, makineye koyma. Bismillah. Baş. İşte oluyor ama ezdi. Mana issiq suv quyib, sal cho'zilgandan keyin uraveramiz. Bu bronda yana ham o'zi oson asli-yu, endi bu bron emas. Bu aminatchi arzonroq varianti. Narxi bir mashinasiga qarab 500 mingdan boshlab 1 milliongacha olib chiqsa bo'laveradi, qiyinchiligiga qarab. Vaqt o'tamiz. Mana Xudo xolasa hashti bir bitib qoldi. Inshaalloh. Bu tomoni qoldi. Qalay chiqadi jigarim? Oyog'imni kiyib olayapti, voy. Ha, u lyuk ochilmaganicha muammo bo'layapti, xolos. Suvni berib turdi-yu. Ashi bilan asab bizga. Ehtiyot qilib buni.
endi. Issiq suv deb. Skladkalarni suvda mana sekin-sekin yo'qotib yuboramiz. Mana jicha qilib yonga, o'ngga, chapga qilib bersa ham bo'ladi bemalol. Buni yog'ini endi xudo xolasa yo'qotib yuboramiz. Skladkasini. Kattalashib ketdi skladka. Bismillahirrohmanirrohim. Mana boshqani ehtiyot qilib, mana. Mana oson bo'ladi. Bir yo'l o'z qo'l bo'ldi kiyma. Mana. Ko'rayotgan bo'lsalaring. Burchaga berib yubordik. Buni menga andijonlik Abdulvoris akam o'rgatgan, bunaqa qilib yopishtirishdi. Joni sog' bo'lsin. Andijonga o'rganib kelganman. Xo'p, endi mana pashti bitib qoldi. Bag'ini endi hozir shuvishi. Ehtiyot bo'ladi. Hali bunaqada mana. Endi xo'p. Endi xo'sh. Lezani ne qilib turib ortiqchasini kesib olamiz. Kesmaganimizdan keyin bu yerda qo'ltiqdan joy qoladi-yu. Endi mana shu yerga issiq suv berib turdi-yu. Mana aytib ko'tardik-da. Olib kel yaxshiroq. U naqda nima qilyapsan? Olib kel. Mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana xudo xolasa. Endi bu yerda bunaqa bor. Oting qo'rib ana luki bor. Luki borligi ham ancha nima qiladi. Ish tomoni ham shatan o'zasi. Lukni ochib olmasanganda u muammo ekan, lukni ochish. Shestronkasi ketgan ekan. Shuning uchun iloji yo'q endi. Xo'p, endi buni nima qilamiz? Xo'sh. Ochish bilan kesamiz-da. Xo'p, spirtli suv qilsalar ham bo'ladi, oddiy suv qilsalar ham bo'ladi. Xo'p, mana. Yaxshilab suvni tortamiz birinchi o'rinda. Suv qolib ketmadimi? Nima bo'ldi? Nimaga afsus? Xo'p. Mana. Kesib oldim, ne qilib ko'rsatyapsan? Mana bunaqa kesib oldik, shtobi. Mana. Ehtiyot qilib yukib chiqamiz. Issiq suv bersanglar mayli-da. Shu joylariga. Endi issiq suvda qo'yib bersalaring. Issiq suv qilsalar ham bo'ladi, qurusa fenda qilsalar ham bo'ladi, atak. Biz kutmadik iloji boricha. Mana. Qalay chiqyapti, o'xshayaptimi jigarim? Mana, xudo xolasa. Oson emas, akalar. Mana, bitta ishni qilib oldik deyishdi ham o'ziga yarasha mehnati bor. Orcha joylarni kesib, uju qayirib chiqamiz akalar. Sal-sal endi qayirib, uju sekin boshlaymiz. Nima qilishdi? Mana. Hop, bitgandan keyin bitta ko'rsataman. Mana. Bo'ldi.
Kelib turdi. Xo'p. Xo'sh, endi bizga shpatil berib yubordi. Mana hozir buni kesib olganmiz. Mana olib kelganda, mana bunga moslab kesib olganmiz. Arig'iga ko'rib turganingizdek, buni ichiga kirgizamiz hozir endi. Buni ichiga kirgizamiz. Shu hisobini qilib. Qiynagan shu. Birorta anaqa beringlar. Bitta rakilmi bir anaqaroq berdi, uchliroq, yo bunga o'xshagan bir narsa berdi. Yo'q, bu yoqqa kiryapti-ku, просто mana tiqib chiqamiz. Ko'ryaptimi? Mana bukishimizni qaranglar. Qilib chiqyapti. Hop, hozir. Mana. Ko'rinayotgan bo'lsa. Yo'q, rakil dedim-ku, rakil diyor. Mana. Mana. Mana shuni. Hozir mana shuni uni fellaymiz-da. Shuni nima qilib chiqamiz? Mana, ko'rib turganlaringdek. Keyin olib turibdi diyor. Mana. Xudo xolasa mana. O'zini noto'g'ri qo'ygan ekan. To'g'ri gapiryapti-da, men agar misol sani uyini oldiga qo'yib bergan deb, ish qilishyapti ular tirikchilikda. O'ylab qara, odam mo'yka deb o'ylamaslik ham mumkin-da. Kim? Mana. O'sha latdan avayting. Yaxshiroq ko'rib, o'ta yaqin o'rasan-da, Bobur Ali. Tushunarsiz qilib. Ko'rdim. Mana, ko'ranyaptimi? Qana kirilgan, yaxshimi? Diyor. Ana endi xo'p, aql o'tamiz. Hech naqa sekin kirgizib chiqamiz akalar. Xudo xolasa. Lezvani nima qo'ydimmi? Bitta stolcha olib keldi, diyor. Diyor. Stolcha bering, men oyog'im, chap oyog'imga. Polni olgin, Shuna, sen nima aqaraqa ganga yapsan, Bobur. Videoda cho'tga olgin. Chap oyog'imga, o'na oyog'imga kerak stolcha. Anaqa bo'ldi, qo'y. Ha, bo'ladi. Ikkalasiga ham xullas. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Ya to'g'ri gapiryapti lekin u. Mana. Ko'rinyaptimi? Bak, olib kel, yaxshiroq olib kel, ukam. Mana bu yerda qarasda, uchli joyini ko'rinyaptimi? Uchini. Qara, mana shu uchini, mana bu yerdan olamiz. Bunaqasiga kesyapman, bukishga moslab. Ko'ryapsanmi? Bag'ini bunaqasiga kesyapman. Ko'rdingmi hozir? Diyor uchini sindirib berasan hozir. Mana, ko'rdingmi? Men olib kelganda bu baqa kirib ketishini hisobini olib kesyapman.
bo'ldi. Bunaqada olaver. Xullas, bunaqani beraver. Ikkovsini beraver. Choy qaynab ketdi, diyor. Olib kelib bersang ham bo'laveradi. Mana, olib kelib bana ko'rinyaptimi hozir? Qanday bo'lar ekan? Ha, bo'lmasam yonmachasi qil. O'chirib tur. Ko'rinyaptimi? Mana. Mana. To'xta. Bu aqd qilyapman, bunga tiqmayapman. Berib turdi endi anaqani. Hozir. Issiq suvda berib, issiq suvda yap endi, hozir. Hozir suvda issiq narsada qilamiz. O'ta to'la qo'yib yuborsin. Bak. Shunday tur. Bilaym yuborasizlar a. Nima qilibdi? Ko'rinyaptimi? Hozir. Bu joylarni yana bitib pendilab olsa bo'ladi, bunaqa joylarni. Bitta berib turib, bitta qo'yar edi. Mana, idealni olib oldim. Mana, bunaqa bukishimizga bunaqa joyiga. Mana, xudo xolasa yuboraverasizlar endi. Mana, agar bilmayotgan bo'lsa, mana bunaqa joyini endi yaxshiroq qilib bersang, mana shu joyini. Bo'ldi, yana bitta fellab qo'yamiz bu yerdan. Xudo xolasa idealni endi. Bu tomonniki. Kirasovkam kiyib oladi. Ya Alloh. Biroz oson emas, mana shunaqa joylari bor. Videoda ikkiga bo'lib qo'yamiz shekilli, bittasi qamikin. Eplab olamiz. Suvda berib tur. Tellab ketdimi? Mana chekkalariga quyib chiqyapman, dukkan. Oba, o'zim tushadigan joyi bor, hech qanaqa bir bunaqa bo'lmaydi. Mana. Mana. O'zini bukkan. Mana ko'ryapsizmi? Nimaga bunday qilganim? Bobur. Endi ko'rdingmi? Ochilib qolmaydi. Buyog'ini endi rezinka o'zi yopib boradi. Ko'rinayotganicha qo'y. Bezan uchun sindirib ber. Shoshilmay tur, diyor. Ke, tush. Ha, tamam. Suvda quyamiz endi ya. Hozir. Mana. Bu yerda suvlar qolibdi-da. Ichi. Deb turdi. Shu. Yukib chiqamiz, keyin yana bitta fellab qo'yaverasan. Yo'q, eshitlar. Bunaqasiga qil. Qayta. Xullas mana pashti bo'lib qoldi. Endi aradan o'tsang, men ko'rsataman. Mana bag'ini endi kesamiz, xudo xolasa.
Bismillahirrohmanirrohim. Ehtiyot bo'lib, ne qilib ortchasi bilan olamiz. Va buni ham bunaqasiga qilamiz. To'bi mana ortchasi bilan oldikki. Salomat bo'ling aka. Video olayotdik aka. Ish bilan naqlayotdik YouTube'ga. Aka, mana qanaqa berib endi. Bu yangisini olib qo'ydi, bittasi ishladi. O'zi yangisini ishlatib olibsizmi qo'ygan. Mana buni ham ehtiyot bo'lib tiqamiz. Voy, bu chim tiqish qiyin ekan endi. Eplaveramiz, xudo xolasa. Sog' bo'l. Mana. Ko'rinyaptimi? Ha. Mana. Ko'rinayotgan bo'lsa buni, mana rezinkani tiqamiz. Buni tiqamiz. Mana rezinkani vaqt itarib turibmiz. Baholar akalar tashni bitib qoldi, ko'p joyni ololmay qoldi chunki videoga olayotgan bolalar qarash bor edi. Luksni ishlamas ekan, luksda imkon qadar dukt yetadi, bilasiz. Tellab ketdi. Eski mashinani ish tomon chiqib bo'libdi. Agar luk ochilganida davomli bitkizib bo'lgan bo'lardi. Baholasa yaxshi, Xudoga shukr, Allohga shukr e'tilof qildik inshaalloh. Kliyentga aytganim, luk ochilmasa javob ideal chiqmaydi, desam yo'q beravering dedi. Baholasa ideal chiqarishga harakat qildik. Artni ko'rsat, endi bitta art qurib baholasa inshaalloh lidarni yopishtirsa tayyor bo'ladi. Baholasa ancha yaxshi ko'rsatmayman. Lidarni yopishtirsak, lider. Baholasa inshaalloh narxi bu og'aynimizga yopishtirish lidari tonirovka oldi ishiga arzon bo'ldi. 700 ming so'mga qilib berdik. Boshqa mashinalarga har xil variant bo'ladi. Bu laminat, bu broneplenkasi ham bor. Agar tomni qoraytiraman yoki stoyka bilan masalan $150 dan $250 qoraytirib beramiz. Broneplenkada. Atak laminatda qoraytiraveramiz, masalan kabeshlang bo'lsa 1 milliongacha qoraytirib beramiz. Narxini xullas kelishamiz, telefon qilsang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xohlasa mashina tayyor, bitta artor, tomni ko'rsat. Endi hozir mana shuni yopishtirib qo'ychi. Bo'ldi, xohlasa. Tayyor bo'ladi. Oxirini ham ko'rsataveramiz. Tayyormi endi? O'sha. Artib olaveraylik. Kuzatib turing oxirigacha. Aka, sekin qurib tur. Mana bismillahirrohmanirrohim. Yaqinroq qilib ko'rsatib olgina. Ko'ring, to'xta qo'yib yubormang. Mana bunaqasini ko'rib, ichda chiqarib turib qo'yamiz-da. Mana to'g'ri. San tomonchi. Bunga nima qilib qo'yildimi? Qo'yildi. Bosdik. Xo'p, mana xudo xolasa. Mashinamiz endi xolasa shu yerda jentra. Lidarlarni so'ngga qilib berdik. 1 tiyinga qimmat. Qalay, uzunroqdan ko'rsatchi, tomlarni qoraytirdik. Lidar so'ngga qildik. Xizmat va aloqaga chiqinglar. Videoda jentrasi borlarga sraz jo'natib qo'yinglar. Oq jentraga tomini qoraytirib, lidar uстановка qilib berdik. Yarashganmi yo'qmi o'zlaring kommentariy yozib ketasizlar. Neobычный chiqdi deb o'ylayman. Xo'p, ideal darajada xizmat ko'rsatganmiz, yaxshi plyonka. Buni 2 xili bor, laminat, broneplyonka. Bunga laminatini yopishtirganmiz, laminat ham yaxshi. Buni yopishtirib qo'yganimiz sababi germetikasi bor. Yaxshiroq ushlab tursin deb yana germetikalab qo'yganmiz, o'shuning uchun bu turibdi. Hozir olib tashlaymiz. Xo'p, ideal darajada ishlab chiqdi. Xudo xolasa, tuyun sentruzda bo'ladi bunday ishlar, bilasizlar. Jentraga yarashganmi yo'qmi? Bunga yana oldi eshigiga tonirovkasini urib berdik. Mana. Xo'p, sizlar akalar like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan da zo'r mashina nasib qilsin. O'zlaring fikrlarni kutib qolamiz. Klientimiz shuni xohlagani uchun lidarlarni qo'yib, tomini qoraytirib berganmiz. Tom qoraytirish xizmati bo'lsa aloqaga chiqinglar. Yarashganmi, yarashmagan yozib ketasizlar. Xizmatlar bo'lsa har doimgidek aloqadamiz.
kelishtirib xudo xohlasa qilib beramiz. Bunga laminat yopishtirdik. Buni bronye plyonkasi ham bor. Klientim shuni xohladi. Xo'p, nima deysizlar? Ko'raylikchi. Ammo neobishni chiqdi deb o'ylayman. Agar qora bo'lganda-ku bilinmas, lekin oqligini hisobiga ancha yarashdimikin, yo'q bilmadim. Sizlar fikr bildirasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bunaqa xizmatlar Tunin Centr'da kelaverasizlar.